Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz matrisalarni ko'paytirishga doir misollar. Demak, bizga berilgan avval bu matrisalar ko'paytmasini topaylik. Birinchi matritsamiz 3 ta satrdan, mana birinchi satr sariq rangda, ikkinchi satrimiz qizil rangda, uchinchi satrimiz esa yashil rangda. Ikkinchi matritsamiz esa 2 ta satrdan hamda 3 ta ustundan iborat. Bilasizlar, matritsani ko'paytirganda birinchi matritsani satrini, ikkinchi matritsani har bitta ustuniga ko'paytirib chiqamiz. O'shaning uchun men birinchi matritsani har bitta satrini alohida rangga, ikkinchi matritsani har bitta ustunini alohida rangga belgilab olganman. Demak, e'tibor qaratamiz. Birinchi matritsamizni mana bu satrlariga biz ikkinchi matritsani mana bu birinchi ustunni hammasini ko'paytirib yozib olamiz mana. 2 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan -1 ko'paytirilgan 2. Mana bu birinchi matritsamizning satrlarning rangi hammasi ko'paytirishda ham o'zini rangini saqlab qolgan. Bu ustunda ham xuddi shunday. E'tibor bersak, mana bu yangi matritsamizda hosil bo'lgan ustunidagi, demak, ustunlardagi mana bu ikkinchi ko'paytuvchilar, mana bunisida 3, bunisida 2. Mana bu berilgan B matritsamizda birinchi satrini, ustunni bildiradi. Mana bu ikkinchisidagi esa xuddi shunday ikkinchi ustunni olib, bu matritsamizni har bitta satriga alohida ko'paytirib, mana bunday ko'rinishda yozib olsak, xuddi mana bu ikkinchi ustunni berishi kerak. Endi xuddi shunday mana bu uchinchi ustunni ham olib, bu har bitta satriga alohida ko'paytirib chiqsak, demak, mana ko'paytirganimizda mana hammasi -2, bu ikkinchi ko'paytuvchimiz, bunisida esa hammasida 5. Xuddi shunday mana bu uchinchi ustunni berishi kerak. Demak, yig'indimiz qo'shishlarni amalga oshirsak, demak, bizda yangi hosil bo'lgan matritsamiz 3 matritsa ko'rinishda bo'lar ekan. Ikkinchi misolimiz ham xuddi shunday. Demak, mana birinchi matritsamizni o'lchami 3 ta ustundan hamda 2 ta satrdan iborat. Ikkinchi matritsamiz esa 3 ta satrdan, 2 ta ustundan iborat. Demak, biz bularni bemalol ko'paytirishimiz mumkin va hosil bo'lgan matritsamiz, demak, 2 ta satrdan va 2 ta ustundan iborat bo'ladi. Xuddi shunday, ikkinchi matritsamizni birinchi ustunni olib, mana bu birinchi matritsamizni har bitta satriga ko'paytirib, mana bu pastga yozib olamiz. Mana xuddi shunday e'tibor qaratsak, ikkinchi ko'paytuvchilarga 2, -1, 4. Demak, mana bu ikkinchi matritsamizning birinchi ustunni beryapti. Xuddi shunday ikkinchi ustunni ham birinchi matritsani har bitta satriga ko'paytirib chiqsak, -1, 3, -5 hamda -1, 3, -5 ikkinchi ustunni beryapti. Va biz amallarni bajarganimizdan so'ng bizda mana bu hosil bo'lgan matritsamiz ikkinchi tartibli matritsa hosil bo'lyapti ekan. Sizlar